Shularni bitkazib keyin ketaman. Kech qolib ketasan-ku? Hech narsa qilmaydi. Yetib olaman. Nega ishingga ulgura olmayapsanmi? Ayyo, men ishimni qilib bo'ldim. Nigor opam ozgina kiyimlari qolib ketuvdi. O'shanga yordam berayotgandim. Bolalari kasal ekan. O'shanga vaqtliroq ketdilar. Shunaqa paytda yordam bermasam, qachon yordam beraman, to'g'rimi? Allo. Alo, Kamol. Ha, o'rtoq, qalaysan, tuzukmisan? Kelyapsanmi? Ha, hozir boraman. Esingdan bu choyxonamiz bor-ku. Ha, esimda, hozir boraman. Bo'laqa. Bo'pti. Yur, tashab qo'yaymi? Yo'q, taksida yetib olaman. Xavotir olmang, Komol aka. Bo'pti, unda men ketdim. Xo'p, yaxshi yetib oling. Ukam. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tuzukmisiz? Nima bo'ldi? Mana so'ragan narsangiz. Aniq shu bolanikimi? Xavotir olmang aka, aniq shu bolaniki. Mayli. Rahmat. Charchamang, sog' bo'ling. Xabarlashamiz. Allo. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, O'tkir? Rahmat. Ustoz? Ha? Nima qilamiz? Dengiga boramizmi? Mazok tahlilga olindi. Yaxshi. Bo'lmasa kelib meni olib keta qol. Bo'ldi unda. Hozir boraman. Xo'p, kutaman. Xo'p. Charchamayapsizmi, Sitora opa? Yaxshi keldinglarmi? Ha. Sizni boya bitta bola so'rab keldi. Kim? Shu yerda tashqarida menimcha. Hozir. Sitora opa, yuring, men rasmga olib qo'ying, bo'ling. Qani qarasin? Mototsikl bilan bo'ling. Yo'q, Egasi yo'q ekan. Rasmga tushib olaylik.